Jamiyat bu insonlarning o'zaro munosabatlari asosida shakllangan murakkab tuzilma bo'lib, u doimiy ravishda rivojlanib va o'zgarib boradi. Ushbu jarayon qanday sodir bo'ladi? Jamiyat qanday omillar ta'sirida o'zgaradi? Bugungi darsimizda shu savollarga javob topamiz. Jamiyat bu tirik tizim bo'lib, u insonlar, ijtimoiy institutlar, an'analar va qonunlar orqali boshqariladi. Unga oilalar, ta'lim muassasalari, siyosiy tuzilmalar va iqtisodiy tizimlar kabi tarkibiy qismlar kiradi. Jamiyat murakkabligi shundaki, uning har bir qismi bir-biriga bog'liq holda ishlaydi va o'zgarishlar jarayonida bir-biriga ta'sir ko'rsatadi. Jamiyat hech qanday tashqi kuchsiz ham rivojlanishi mumkin. Bu jarayon quyidagi asosiy omillarga bog'liq. Ichki omillar: madaniyat, qadriyatlar, urf-odatlar va odamlarning intellektual o'sishi. Tashqi omillar: ilm-fan yutuqlari, texnologik taraqqiyot va global ta'sirlar. Masalan, axborot texnologiyalari jamiyat rivojida katta rol o'ynaydi. Internet paydo bo'lishi odamlarning bilim olish, muloqot qilish va ishlash uslubini tubdan o'zgartirdi. Shu kabi har bir yangi texnologiya yoki g'oya jamiyatga yangi yo'nalish beradi. Jamiyatning o'z-o'zidan rivojlanishiga tarixiy misollar ko'p. Masalan, qadimgi sivilizatsiyalar Misr, Mesopotamiya va Rim imperiyalari o'z davrida taraqqiyot cho'qqisiga chiqib, so'ng tabiiy evolyutsiya natijasida boshqa jamiyatlarga o'rin bo'shatgan. Sanoat inqilobi 18-19 asrlarda sodir bo'lib, jamiyatni agrar tizimdan sanoat tizimiga o'tkazgan. Natijada shaharlar rivojlangan, iqtisodiy tizim o'zgargan va insonlarning hayoti tubdan yangilangan. 21-asr axborot jamiyati. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt jamiyat rivojlanishining asosiy yo'nalishiga aylanib bormoqda. Xulosa: jamiyat hech qachon bir joyda to'xtab qolmaydi. U doimiy ravishda tashqi va ichki omillar ta'sirida rivojlanib boradi. Ilm-fan, texnologiya va ijtimoiy o'zgarishlar uning kelajagini belgilaydi. Har bir inson jamiyatning bir qismi bo'lib, bizning harakatlarimiz jamiyatning rivojlanishiga ta'sir qiladi. Demak, jamiyat murakkab, dinamik va doimiy o'zgaruvchan tizimdir. Uni yaxshiroq tushunish va rivojlantirish bizning qo'limizda. E'tiboringiz uchun rahmat.